Güzel Türkistan, sana ne oldu? Seher vaktinde güllerin soldu. Erdo'g'an Cho'lpondan she'r o'qidi. Turkiya Respublikasi prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'an 15-dekabr kuni Adolat va taraqqiyot partiyasi Kongress markazida o'tkazilgan Turk dunyosi vizion hujjati taqdimoti dasturida ishtirok etib, Abdulhamid Sulaymon o'g'li Cho'lponning Go'zal Turkiston she'ridan o'qib berdi. Turkiya yetakchisi bosqin va zulmchida bo'lmas darajaga yetgan 1930-yillarda O'zbekistonning mard farzandi Abdulhamid Sulaymon o'g'li Cho'lpon keyinchalik o'qqa tutilib hayoti bilan badal to'lashiga sabab bo'lgan she'rni tadbir ishtirokchilariga o'qib bergan. Go'zal Turkiston senga ne bo'ldi? Sahar vaqtida gullaring so'ldi. Chamanlar barbod, qushlar ham faryod, hammasi mahzun, bo'lmasmi dilshod. Bilmam ne uchun qushlar uchmas bog'chalaringda.